Assalomu alaykum, bizani haqiqiy kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Yusufxonada joylashgan, shunaqa chiroyli manzarada joylashgan terrasa villamizga xush kelibsizlar. Bu tarafda piramida, oqqumga bu yerdan 600 metr tushish joylari bor. Bu yerdan mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, manzara juda chiroyli. Pastga bemalol bizani tushishga joylarimiz bor. Bu yerdan xudo xolasa bizga mehmon bo'lib kelsanglar, 30 kishi, 20 kishi bo'lib oila davrasida maza qilib dam oladigan joylardan bittasi deb hisoblayman. Obzorni boshlaymiz, kiringlar, xudo xolasa. Bu dachamizning old ko'rinishi, orqa tarafida basseynimiz bor. Ichkarilarni, hollarni obzorini boshlaymiz. Kelinglar. Xudo xolasa bu yerdan chiqishda bir yaxshi manzarada o'tiradigan joylarimizdan bittasi. Bu yerda stol-stollar qo'yilgan. Rosa chiroyli vid, o'zimga ham juda yoqdi. Bu yerda bemalol oila davrasida o'tirib, proyektor qo'yib, kino ko'rib o'tirsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Manzarani ham yana bitta ko'rsatib boring. Endi dachamizni ich sohasini ko'ramiz, ichki joylarini, qanaqa joylar, necha kishi, o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Xudo xolasa dachamizni ichki obzorini qilamiz. Bu yerda aytganimdek, shu 20 kishi, 25 kishilik joyimiz, stol, kimdir endi stolda, kimdir tapchanda o'tiradigan bo'lsa, bemalol maza qilib oilaviy o'tirasizlar. Bu yerdan ham manzaramiz rosa chiroyli ko'rinadi kechki paytlar. Operator keling, kuxnyani ko'rsatamiz. Kuxnyada takoy chiroyli kofe qilib o'tirib, mana shu stolda, holda o'tirsa bo'ladi, bemalol. Endi ko'pchilik esa birinchi so'raydigan narsasi bu spalni, hamma talashadi, men bu yerda, u bu yerda yotadi deb. Birinchi hozir spalni joylarimizni ko'rsatamiz. Mana chiroyli bitta katta spalnimiz bor. Birinchi etajda. Sanuzel. Ko'rsatasiz sanuzelimizni. Okay. Bu yerda oila bilan yosh bolalar ko'p bo'lsa, chiroyli o'ynaydigan mana shunaqa sport anjomimiz bor. Bu yerda detskiy kolyaskamiz bor. Operator endi xudo xolasa tepani ko'rsatamiz. Yana spalnilarimiz ko'p bizda. Bu yerda yana bitta sanuzelimiz bor. Tepaga chiqamiz. Bu yerda spalnimiz juda ko'p. Alohida har bittasida garderobi bor. Bu yerda garderob. Yana bitta katta spalnidan bittasi mana. Yotganda ham shunaqa ощущение berib, kechki payt mana o'tirganda shunaqa ощущение beradigan chiroyli joyimizni ko'rsating, operator, maza qiladigan joyini. Mana buni qarang. Voy, dod boradigan joyi. Bu yerda yana bitta spalni, kichkina spalni, endi detskiy qilsa ham bo'ladi. Keling. Bu yerda o'zini alohida sanuzeli bor, lekin bitta narsaga qoyil qoldim. Ko'p dachaga kiramiz, lekin bunaqasini ko'rmagandim. O'zingizlar endi baho berasizlar. Bu как samolyot deb o'yladim buni boshida. Keling, bunisini ham ko'rsataylik. Bu yerda o'zida xolodilnigi bor, garderobi bor. Keling. Kirasiz, yana xuddi shunaqa spalnidan bittasi. Har birida alohida konditsionerlari bor.
bunda ham xuddi shunaqa kichkina takoy spalniymiz. Keling. Endi bitta shunaqa joyimiz bor. Hammaga yoqadigan, bir maza qilib yuboradigan joyimiz. Endi shuni ko'rsatmasak bo'lmaydi. Ketdik operator. Birinchi etajdan podval joyiga tushamiz. Hozir o'sha yerda bu joyimiz. Endi ko'pchilik tug'ilgan kun qilishadi, o'tirishlar qilishadi. Mazza qilib shunaqa hordiq chiqaradigan joyimiz bor. Buni endi ko'rsatmasak bo'lmaydi. O'zingizlar baho berasizlar. Mazza qiladigan joyi. Keling, bu yerda kichkina basseynimiz bor. Basseyn endi takoy unaqa katta emas, lekin kichkina ham emas. Mazza qilib cho'milsa bo'ladi. Bu yerda saunamiz, bitta ko'rsatib yuborasiz bu yerdan ham. Hozir mana svetlarni yoqsam. Mazza qilib sauna qilib chiqqandan keyin bu yerda tug'ilgan kun bo'ladigan bo'lsa, kichkina mana shunaqa barimiz bor. Hamma narsani shu yerda tayyorlab, bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Endi dachamizni oldiga o'tamiz. Shunaqa bir chiroyli basseynda cho'milaman deganlarga oldi joyini ko'rsatamiz. Ketdik. Bu yerda nafaqat ob-havosi, bu yerda hamma sharoitlar yetarli deb o'ylayman. Bu dachamizda ob-havo, vid, hamma narsasi o'z o'rnida. Keling. Bu yerda mana basseynimiz bor. Chiroyli shunaqa sharshara qilib qo'yishgan ekan. Ko'ring, bu suvni shundoq olib ichib olsanglar ham bo'ladi. Tabiiy tog'dan, toza tog'dan, qor suvidan tushib kelayotgan suv. Basseynimizni ko'rsatib yuborasiz. Yosh bolalar hozir kun mana bu yog'iga issiq bo'ladi. Mazza qilib cho'milib, mana bunaqa o'yingohlarda o'ynashi mumkin. Menimcha sizlarga manzur bo'ldi ko'rsatgan narsalarimizni. Xo'p, nima deymiz? Bitta like, yoqqan bo'lsa bitta like qoldirasizlar. Hammaga rahmat.